Bronxial astmada birinchi yordam qanday bo'ladi? Astmatik status bu odatdagi davolash usullari foyda bermaydigan turg'un bronxlarni torayishi natijasida bo'g'ilish sodir bo'lishi. Birinchi bosqich. Bemor es hushi joyida ekspirator hansirash, tahipnoya daqiqasiga 40 tagacha. Akratianoz, terlash, o'pkada dag'al nafas va quruq hushtaksimon xirillash. Ikkinchi bosqich. Terida yaqqol sianoz, bo'yin venalarining bo'rtishi, yordamchi mushaklar ishtirokida shovqinli nafas. Tahipnoya daqiqasiga 40 tadan ko'p. O'pkada ko'p bo'lmagan quruq hushtaksimon vezikular nafas. Uchinchi bosqich. Giperkapnik va gipoksik koma. Dezorientatsiya, tormozlanish. Es hush to'liq yo'qolishi, kuchsiz nafas. Bunday holatda muolaja tez va aniq amalga oshirilishi juda ham muhim. Kislorod havo aralashmasi 30 ga 70, efilin 2,4% 10 kubik vena ichiga. Prednizolon 60-90 mg yoki gidrokortizon 125 mg vena ichiga. Heparin 10 ming единица, glukoza 5% 500 ml vena ichiga tomchilatib. Qo'zg'aluvchanlik ortganda diazepam, o'pka shishi ortganida esa furosemid 2 kubik vena ichiga. Kerak bo'lsa traxeya intubatsiyasi va nasilkada intensiv terapiya bo'limiga gospitalizatsiya. 103 Medline bilmaganingizni bilib oling.